Mijozlarimizdan kelgan savollarga javob. Ikkinchi qism. Birinchi savol. Bu trenajyorlarni yig'ish qiyin emasmi? Javobimiz yo'q. Hammasi tayyor holatda boradi. Instruksiyasiga qarab yig'ilsa 10 minutda yig'iladi. Mabodo qiynalsangiz, brendimiz tomonidan o'rnatib berish xizmatlari ham mavjud. Ikkinchi savol. Begovoy darushka shovqin qiladimi? Bolalar uxlab qolgan paytda ham mashq qilsa bo'ladimi? U paytda trenajyorda shug'ullanishga mabodo ehtiyoj sezsangiz, bu hech ham muammo emas. Trenajyorimiz maxsus amortizatorlar bilan jihozlangan. O'zidan umuman shovqin chiqarmaydi. Uchinchi savol. To'lovni qanday qilish mumkin? Avvalo mahsulot sizga yetib boradi. Ko'rib, tekshirib, keyin to'lovni qilsangiz bo'ladi. To'lov turlari naqd, karta yoki uzum nasiya orqali bo'lib to'lash imkoniyati mavjud. To'rtinchi savol. Viloyatlarga ham yuborasizlarmi? Har doim aytganimizdek, yana aytamiz. Dreamfit'da O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. Agar sizda ham shu kabi qiziqarli savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.